Assalomu alaykum. Biyogomus Yakut Pop kanal obunachilari va qadrli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 16-fevral. Hafta kuni dushanba. Siz Biyogomus Yakut kanalini kuzatib boryapsiz. Xo'sh. O'tgan safar adashmasam 10 kun bo'ldi yoki undan ham ko'proq bo'ldi. Oxirgi marta video syomka qilganimizga biz o'sha chuvalchanglarni biogomusdan ajratib olish uchun ozuqa berish jarayonidan video syomkani amalga oshirgandik. Agar eslaringizda bo'lsa, bugungi video syomkamiz shu ozuqaga chuvalchanglar chiqqan, shularni ko'rsatib va ularni ajratib olish jarayonidan bo'ladi. Mana bu yerda yana ikkinchi zaxiramiz go'ng olib kelib zaxira qilyapmiz bu yerga yana. Hozir mana shu yerda 2 kamaz go'ng bor. O'sha qavatma-qavat qilib go'ng ustidan somon, go'ng yana ustidan somon qilib qizdirish uchun yig'ib kelyapmiz. Bu ikkinchi zaxiramiz. Hozircha 2 kamaz bu yerda. Buni yana ko'paytirib boramiz. Tashqaridagi zaxiramiz tugagandan keyin bunga o'tamiz. Cho'lchanglarga berish uchun. Mana bu reaktorga ham hamma reaktor qatori ozuqa berganmiz. O'sha olmani chiqindisini so'k zavoddan olib kelib hozir ko'rsatib o'taman bularga chuvalchang qanday chiqqanligini. Mana shu holatda chuvalchanglarning eng yaxshi ozuqasi deb aytish mumkin bu olmani chiqindisini. Chunki men birinchi marta sinagandim buni. Natija zo'r bo'ldi. Mana reaktorni xohlagan yeridan ko'rsatishim mumkin. Tanlab ko'rsatayotganim yo'q, xohlagan yerdan ochaman. Hamma reaktorda ham shunday. Qaysi reaktorga ozuqa bergan bo'lsak, hammasida shunaqa. Kimga qancha chuvalchang kerak bo'lsa, marhamat qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana chuvalchang. Biz ayrim reaktorlardan o'z chuvalchanglarni yig'ishtirib sotishni davom etyapmiz. Lekin baribir bularni 100% olishni iloji bo'lmayapti. Ular shu darajada ko'p. Yuz foiz olishni iloji yo'q. Mana bunisiga biz yana bir tezroq chiqadimi degan niyatda klyonka yopganmiz va suv bermaganmiz bunga, shu olmani o'zi. Keyin bu reaktorni og'darmaganmiz. Og'darmasdan shunday ustiga tashlaganmiz. Buni ham hozir ko'rib o'tamiz. Boshqa reaktorlarni og'darganmiz, mana kessak ekan. Kessakka ham chiqib olgan. Boshqa hamma reaktorlarni og'darganmiz, aynan mana shu yerdagi 3 ta reaktorni og'darmasdan, suv ham bermasdan klyonka yopganmiz. Mana bulardagi chuvalchanglar. Og'darilmagan reaktorlar bular. Biyogomus tayyor. Chuvalchangini olib olsak bo'ldi. Xullas, deyarli hamma reaktorlarimizda chuvalchanglar tashlagan ozuqamizga chiqqan. Biz kutgandan ko'ra natija zo'r. Yangi reaktorlarga suv sepish jarayoni. Bularga o'zi chuvalchang tashlaganmiz.
Mana bu reaktordan o'zi biz chuvalchangni olib bo'lganmiz. Xo'sh, olib bo'lganimizdan keyingi holat mana. Ko'ryapsiz. Bu reaktordan chuvalchang olib bo'lingan. Olib bo'lingandan keyingi holat mana. Bir sidirg'a polni yig'ishtirib olganmiz. Mana bu hali umuman olinmagan reaktor. Bundan chuvalchang olinmagan va mana buni holati. Qiziqqanlar uchun cheklanmagan miqdorda chuvalchangimiz bor. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz kelishilgan holda. Aynan mana shu olmani chiqindisi chuvalchanglar uchun juda ham sevimli ozuqa ekan. Biz buni kech bo'lsa ham bildik. Biz uchun yangi tajriba bo'ldi. Sotishga tayyorlangan chuvalchang. Mana shunday zich holatda mijozlarga yetkazib beryapmiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Ekran ostida raqam qoldiramiz. Ikkita banan korobkasi 1 kvadrat. Kanalni kuzatishda davom eting. Videoga like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Izohlarda fikringizni qoldiring.